Assalomu akalar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana Minecraft o'yinini ikkinchi qismini chiqarishga qaror qildik. Bugun kanalimizda mehmon bor. Shu mehmon bilan o'ynaymiz. Like, kommentlarda yozishlarni unutmang. Obuna ham bo'lib qo'ying. Qani bo'lmasam boshladik. Hozir mehmonimizni qo'shamiz o'yinga. Sizlarga aytganman. Mana shu 100gacha Dragongacha o'ldirishga boramiz, harakat qilamiz. Qani mehmonimiz ham qo'shildi. Bo'lmadi. Qani salomlashib qo'ying obunachilarimiz bilan. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xo'sh, men bu kanalga yangiman. Yangi a'zo. Shu bazani 0 dan 100 gacha zo'r qilib bitkazib, agar men kelyapti hozir shundoq. Agar 0 dan 100 gacha bu bazani cho'qib qilib sizlarga taqdim etamiz. Sizlar like qo'yinglar. Sizlardan shuni talab etamiz. Va hammaga omad. Qani bo'lmasam xullas biz hammamiz olishimiz kerak oldin. Xo'sh, men kerak. Siz kerak. Qorandog'i pollarimiz ham endi hozir ba'ziga tushib qolibmiz. Kommentlarga yozinglar akalar. O'yinda ovozi balandligini, siz ovozingiz titrayotganlik, pastligini, balandligini yaxshilash inobatga olamiz. Shularni to'g'rilashga harakat qilamiz akalar. Ekranga tartib kesak. Hozirga ham qurib yuboramiz. Abdulloh pechkalar qo'yib ham sharoit kerak ekan bu. Qani bu qo'lda sipatu bo'larkan person. Men personajman sipayam. Kimada yomon sipanadi. To'g'ri. Tokyo Drift boramiz. Kerakga ketish kerak. Tapol oldik. Uflayli desak bizda yotoq yo'q, chunki qo'yda juni kerak. Qo'y esa ko'ringani yo'q. Bugun uflamasdan o'tkazamiz ertaga. Tong otishi bilan qo'ylar topib, devorlar yasab, ular vijvaniya qilib tashlaymiz. Hozir qorong'ida vijvaniya qilish qiyin. Aytganimdek. Shirib beramiz. Men hamdan beri shu dukkandan yerdan istegan sport. Endi derazaga taxta kerak bizga. Men qidirib ketyapman. Uni pechkaga qo'ysa, bizga tayyor. Mana topdim. negadir anaqa
orasida. Mana bunaqa narsa bo'ladi. Bunaqa narsa tushmayapti joyi. Yaptı. Daraxt kerak. Hozircha ko'mirimiz yo'q. Daraxt olib turaveramiz. Mana bitta daraxt. Mana. Hozirlar nimadirlar topdingmi? Ha, zombi. Öldürüldüm. Şurada sağlık. Ben şişe üçün, yani deraza üçün kom qazyapman. Hozir ko'mir yasaveraman. Ko'mir uchun taxtani yaqsak ko'mir bo'ladi. Charkoal bo'ladi endi. Haqiqiy ko'mirdaqa bo'lmaydi, lekin ishlatsa bo'ladi akalar. Koydum. Ben tekem. İskelet var ekan. Mana meni ham oti, mana yedi. At yoqmayapti. Oya ko'piring, hazratsan. Bu bo'lsa. Ha, shakolni oling. Shish uchun. Endi chiroq yasaveramiz uyimizga. Ko'rk berib turish uchun. Mana biz hozir shishalar tayyor bo'lyapti. Bu zombi mehmon. Bo'ldi. İşi yo'q ekan uyimizda. Aha. Hozir sandiq ham yasab qo'yish kerak. Sandiq yasaveramiz. Xo'sh. Mana bitta yasab qo'ydim. Qo'yib qo'ysak qandaydir kerakli İşi yasaveramiz. qo'yib qo'ysak bo'ladi. To'plardi. Nimaga xo'sh. Bo'ladi. Yo'q, deylik. Bu narsadan yasavorsak bizga kerak bo'lyapti. Nima qilasiz? Keyin bizga eshik kerak bo'ladi akalar. Mana eshigimiz. O'tgancha menga hozir tosh kerak. Qayerda bor ekan chiqib ketdi. Mana bu yerda mana bitta qo'y va jo'ja bor ekan. Hozircha bitta qo'y. Qayta qilishimiz kerak hozir biz. Iloji yo'q. O'ldirib qolamiz. Barabar. Qo'yni o'ldirdim. Ular tovuqni ham. Go'sht hozir olib boraman mana. Qo'yni go'sht. Narsalarni tashlab qo'yamiz, kerak emas narsalar. Eshik bo'ldimi? Aha.
Tuzab qo'yamiz. Yaxshi eshik. Reklama. Agar sizlarga ham reklama bo'lsa, iloji boricha bilan reklama ham ko'raveramiz videolarda. Albatta hazil ishon olmanglar. Просто gapirgan gapib qo'ydim. Mana Akfani ikkitadan ishlardan. Nega hozir barcha chiroyli Akfani eng zo'r oynalardan qo'yib chiqamiz. Sal pul bermaydi bizga endi mayli. Bilsa bilar. Tagiga ko'mir kerak ekan. Ikkita tashab qo'ydik. Mana yasab oldik. Mana nihoyat. Qani videolar qo'yishni boshlaymiz bo'lmasam akalar. Vo, g'oz. Amal. Yo'q, bu qorin to'yish uchun kerak endi g'oz kecha. To'g'ri. Meni ham personajimni qonni ochdi. Xo'sh. Men tosh qazib kelmasam. Bizga ikkita pechka kerak bo'ldi, pechka tayyor. Xo'sh. Ovqat pishirib olish kerak bega. Pishirib olish kerak rostdan. Ikkimizda ham qorin och. Yugurolmay ham qolyapti hatto kesana. Shu yangi Abdulloh. Sen chappilamay. O'yinni qonuni-yu, chappillaydi-yu doim. Ya. Qorin och personajda. Endi o'zini qilasizda. Yeb qo'yibsiz. Ha, personajda qorin och. Ko'mir deyman. Aynak bormi? Pishyapti aynak. Pishyaptimi? Hozircha olamiz. Shu birorta go'sht topsa yaxshi bo'lardi. Hozir topib kelaman. O'zingiz meni ham go'shtimni yeb qo'yasiz hozir. Menda go'sht qolgani yo'q ortiqcha. Bitta tovuq go'shti va bitta qo'ydi go'shtidan yedim xolos. Ham jon to'ldirib bo'lmadi. Yana hozir men tovuq kelmoqchiman. Yeb, men qo'ziqorim. Mana bu qo'ziqorim kerak boricha. Pesana 20 ham qoldi. Men hozir narsa topib kelaman. Mana. Aytgancha zombi go'shtlari ham bo'lish kerak. Zombi go'shtlari o'ldirar ekan. Tavakkal. Doim ham o'ldiravermaydi. Mana g'ortoqlar. Qayerda? Hozir mashinadan ko'mirlar olib iloji boricha uyga ko'mir olib boramiz. Pechka uchun. Ahmad degan bo'lsalar chayib qo'yayapti. Yaxshi yonmayapti. Ko'mir shunday yerlar ekan. Akalar keyin bitta narsani aytib qo'yay. Kamchik yog'yaptimi sizlarga? Yog'mayapti. Shunisini ham aytib ketinglar. Keyingi videolarimizda chiqarish uchun sizlar bizga yordam berishinglar kerak. Keyingi o'yin qaysi bo'lsin kommentariyada yozib ketinglar. Iloji boricha kanalni ko'tarishga o'zingizni qo'shsangiz adashib ketdi. O'zingiz hissangizni qo'shsangiz yaxshi bo'lardi kanalga. Xursand bo'lardik biz akalar. Dikbiram kulayaptimi nima balo? Bu bekin turishini qaraydi. Qoch. Kekillar qoch. Bu berini bolasini qayda ketdi? Hozir. Mana nihoyat nasim oldi peshinasidan o'tamiz.
Jirmol qonun och. Endi men ham bilaman. Hozir o'laman men. Bu mana mayda. Narsa o'lmasam o'laman men. Mana may. Uyga keling, narsa pishirib qo'ydim. Iloji bo'lsa harakat qilib o'rdim. Mana mayda yarimta qoldi. Ko'rib turganinglardek ulardim hozir. Mayda qo'ydi go'shan, muttashi. Cho'chqaymi bizmi? Xo'sh, men hozir shishani qo'yib pishim kerak. Bo'lmaydi. Lekin shishalar, ko'mir bormi? Hozir ko'mir qo'yaveraman tagiga. Qo'yib yuboring. Shisha chala yongancha. Men shishalar qo'yib chiqsam, ya'ni aynalarda. Nasha invertorimizda narsalar qo'yib qo'ygan sandoqlarga. Aynak bormi? Hozir aynak pishyapti. Mana qum qazib keling. Aynak yetmay ekan. Topib kelaman. Mana qum. Aytganimizga mana qo'y akalar. Masalan junidan Ikkita bo'lgan bo'lsa, men ikkita qo'ydi junini olib kelib qo'yganman. Sizga bilan bitta yotoq tayyor degan. Lekin bizga bitta yotoq yetmaydi, bitta yashashimiz kerak. Xo'sh, u aytda g'oz. Qorong'uligida ketadi. Yo'q, ana qo'y yana xo'sh. Bo'ladi bitta. Kelik. Endi ko'mirlar topishni boshlaymiz. Chunki uyimiz uchun kerak ko'mir iloji boricha. Mayda bo'rivachcha bor ekan. Suyak bor bo'lganda uni o'zimizga qo'ydik. Sak bo'ladi. Hozir yo'q. Asosiy ish bu emas. Menga tosh kerak. Temirlardan topishni boshlaymiz. Tosh kerak. Mana bu yerda ekan. Mana ko'mirlar. Mana bu yerda ham g'or bor ekan. Qurt tushib ketadi bu yerda ko'mirlar. Hozir menimcha uyga ketadigan vaqt bo'ldi. Zombilar chiqishni boshlaydi, kechmay tushyapti. Qo'ydi juni bormi? Mana uyda bitta uchta bo'lsa qorong'i tushyapti ekan. Endi skeletni suridan o'zimizga it o'rgatib olamiz. G'or o'ta katta g'or ekan.
toza oluramiz. Akalar, keyin bitta narsani aytib qo'yay. Biz ikkovimiz ulanib o'ynayapmiz. Sizga yoqdimi, yoqmadimi? Shuni ham aytib qo'yinglar. Biz ikkovimiz o'ynaylikmi ko'p kontentlarni yoki o'ynamaylikmi, yoqdimi, yoqmadimi? Shularni ham yozsangiz, shularga qarab chiqarishga harakat qilamiz. Minecraft o'yini yoqdimi sizlarga? Yana qaysi o'yinlarni birgalikda o'ynashni xohlagan bo'lsangiz, kommentariyada yozib bering. Uyimiz ham bo'ladi. Uchga bir. Xo'sh, keling. Ketyapman. Vitamin. Yo'q, hozir biz kuchimiz yetmaydi-yu. Enderman, ammo uni bilmaydiganlar Dragon olamidagi Shunchaki tegmang. portal ochib yuradigan bitta monster. U lekin u bilan urushadigan bo'lsangiz jonni qutqaradi. U lekin suvdan qo'rqadi. Shuning uchun unga tegmay qo'yamiz. Hozir shisha bilan yetsa yopaman. Zombi kelishdi boshladi. Mana yopamiz. Shunday go'sht pishiramiz. Xo'sh, yotoq kerak bizga. Qo'ydi juni bor. Sandiqqa tashing. Qo'ydi juni ko'rinabdi-ku. 3 ta bitta yotoq uchun. Bo'ladi. Ko'ram ham edi ular. Ovqat ko'payamiz bu yerda. Endi ham qizdirib olamiz. Men ham tok kachig'i va bitta temir topdim. Nimaga? Shunchalar. Ovqat temirni ham ikki qilamiz buni. 4 ta Lancelotga 4 ta menga. Endi
kuzu qorinimizni tashlab qo'yamiz. Kuzu qorin nimaga kerak desanglar, sho'rva qilib ichamiz. Lekin to'g'risi hazilshab deb o'ylamanglar. Sho'rva. Ishoninglar. Birinchi sizga chini kerak. Sizlar tomonidan nima bo'ladi? Chini yasab olamiz. Yog'ochni. Kuzu qornimizni olamiz. Shunday kirsak, уже tayyor. Sho'rva. Ana. Kuzu qorinlik sho'rva. Minecraft'ta qor bo'lamaydi. Normalniy bo'lmadi. Biz tomonda. Sizlar tomonda qanday bo'ldi bilmadik. Bizda qor bor. Agar qoringiz yo'q bo'lsa, biz qor bo'la o'ynaymiz. Maza qilib chiqishni qoldiramiz. Hozir. Qani ketdi. Boshladik bo'lmasa. O'z keletga yetadi. O men hozir aytdim. Abdullah'dan iskelet urub yotibdi. Ben berip ber. Texnik nosozliklar bo'ldi. Ana sizlarga qor. Mana qor ko'rmaydilar mana. Minecraftda qor. Faqat bir marta yog'di. Mana sizlar uchun qor. Sizlar uchun maxsus. Bunaqalarni ancha-muncha videolarda ko'rolmaysizlar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Shuni o'ziga yetadi. Obuna bo'lib, like'lar bosib qo'yinglar akalar. Chiroyli. Ya aytsanchi qor. Qor bilan o'ynaymizmi? Ha. Mana. Ye qor tugadi. Ha, endi yo'q. Yo'q, endi bor ekan. Mana. Qoroli ya. Yo'q, Vallahi uxlab oldim. Qani keldi. Kerak. Menda qor yo'q. Böyle oyuna dalgamda. Ayta чёрчика ketdik. Bu darat qaraylar. Rangi sразу o'zgardi akalar. Bu menga asis. Aytgancha cho'chqani pishirib yesangiz kamida 4 ta jon oladi. Hozirning yangi ovqatim juda ham chuqur ekan hozir. Zo'lang keling. Yo, menimcha bu yer emas. Temir.
Mana men oldimga keling. Temir topdik, akalar, yana resurs. Foydali deganimizdek yana chiqaveradi. Chunki aytganimiz temirdan ko'p resurs yasaymiz. Mana yana temir. Gabriel, ye, qorallashyapmi? Aha. Voy, mana men oldimga keling. Hozir temir davolay. Yo'q, mana suv. Bordichida suv bor. Ko'mir o'zi bizga kanada. Ko'mirdan olamiz. Ikkinchilik shart emas, ko'mir ko'pirgan. Ko'mir qazib boshlaymiz. Bo'ladi, endi chiqaylik tashqariga. Pastda yana bor. Masala chiqib ketib qolmagan. Yo'q. Biz bir topishimiz kerak. Bizga buyruq bergan Aslında ben toplamlarına Buldum. Bu güzel hangi hali tuş görmedik. Mağaza özüm tuş göremem. Yakka böldük. Kömürlerge kelsek bir yerde kömür tuşda hem düşmesin bizden kömürler. Yollarda durup. Men hozir bersak-a, oshcha narxlarini hisob tashlayman. Aytganimdek temirda yana bo'lamiz, akalar. To'xtatamiz chunki ikkimizga ham temir kerak. Chunki bo'lsa yaxshi bo'ladi. Har doim tarozi hamma joyda yaxshi. Endi mana bu yerda ko'mir tugamayapti. Aniq tugamayapti, yo'q. Qancha qazigan sarim shuncha ko'p chiqyapti ko'mir. Menimcha ko'mirdan bo'ladi. Aha. Qaziganim sari tugamayapti bu yerda. Aytganingiz haqiqatan ko'mir juda ko'paygan. Qaziganlarimni qo'ysa Yakka tushmay turadi, shunchaki ko'mir hozir bizga asosan kerak bo'ladigan narsalardan biri. Uni ham keyin kattaytirib o'ramiz. Menimcha basim, mehmonxonam, yana qandaydir narsalar qilish kerak. Uyimizni hozir kattaytiramiz iloji boricha. Yoki 2 qavat yaxshiroq. Harakat. Yağmur halen tinmayapti. Adashib ketdim. Hop. Buni ustoni Daga mana bu yerda bezakcha bor ekan. Bezakcha chiqmasa bo'lmaydi. Mana bu yerda bo'richa. Mana u qanday chiqishni bilmayapti. Hozir men unga yo'l qilib beraman. Keling mana bu yerda. Hozir. Ko'rishsin, mana yo'l qilib bergan. Mana bunday chiqadi. Yo'l qildim. Kallasini ishlatib chiqib bo'lsa, ha, bo'ldi. Mana uni qutqardik. Va silkinib ketyapti. 1 2 3 yugurishni boshlaymiz. 1 2 3 1 2 3
akalar. Videoyumu balki nihoyatda ham bo'ladi. Pastki videoyam 35 minut o'tdi. Bir yarim soatda o'tdi. Akalar, bu kanda sizlarga yoqqan bo'lsa yana birga chiqarishga harakat qilamiz. Lancelot va Igorlan. Akalar, barcha kamerlarni unutmang. Qani ketdi.